Assalomu alaykum, hurmatli yurdoshlarim. Men yana Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffarman. Hurmatli yurdoshlarim, bugungi sanamiz 2026-yilning 19-yanvar kuni. Ya'ni mana bu turgan hududim Namangan viloyatining Pop tumaniga qarashli Kamchiq dovonning shu birinchi tushib turadigan joyi. Men demoqchi bo'lganim, hurmatli yurtdoshlar, bugungi mana oppoq hamma yoq. Yorug'lik qori hamma yoqqa oppoq paxtadek o'zini chiroyini ko'rsatib turibdi. Men demoqchi bo'lganim, mana bugun bundan 3 kun 4 kun oldin shu YouTube orqali shu Jizzax viloyatining bir fuqarosining ismini ham bilmadim. Do'stlik tumanidanman dedi. Shu YouTube orqali uni qandaydir aytgan dodvoylarini eshitib, men shu Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga qarab shu holat bo'yicha o'rgangani ketyapman. Sabab bu ayolni GAI xodimlari nega bu ishni qilishdi degan shu holat bilan yozib, shuni YouTube orqali dardini aytib o'tgan. Lekin u qiz o'zi shu Do'stlik tumanining bolalar bo'limida hamshira vazifasida ishlab kelganman deyapti. Uni keyin GAI xodimlari qandaydir yo'lda to'xtatib, uni alkotester orqali spirtli iste'mol qilganligi haqida, tekshirganligi haqida gapirib o'tyapti. Keyin u ayol, men bu holat bo'yicha ko'p joylarga murojaat qildim, hattoki Jizzax viloyatining prokuraturasiga ham borib xatlar yozdim deydi. Inson huquqiga murojaat qildim deydi. Yurtboshimiz prezidentimiz Shavkat Miromonovichga murojaat qildim deydi. Vaholanki, lekin hamma narsalar o'z kuchida qolib, qandaydir Arnasoy tumanidagi sudi 2 marotaba o'tgan deydi. Taftish tartibida sudim o'tgan deydi. Mirobod deydi. Men tushunmadim, lekin borib mana bugun o ayol bilan bugun Xudo nasib qilsa yuzlashib, bu holatda qani GAI xodimlari buni qaysi tartibda nima qilgan? Qolaversa, buni sud jarayonlari qanday tartibda o'tkazilgan? Bu holatlar bo'yicha o'rganib, men bu holatni sizlarga tarjima qilib, shu o'zimizni tilda tushuntirib boraman. Lekin u ayol mana aytayapti, turmushi yo'qligini ham aytayapti, balalarni o'qishga jo'natishda qarz olib yuborganligini aytayapti. Uning hattoki balari buzrukbori dadasi 86 yoshlik otaxonning ham so'zlarini eshitsalaring, yana qaytaryapman. GAI xodimi nega bu ishni qilishdi deb yozsalaring, YouTube orqali shu qizning dod faryodlarini hammalaring eshitasizlar. Lekin men bu holatni, bu ismi kim, bu qayerlik bu qiz, men hali bu narsani bilmayman. Endi borib shu holat bo'yicha men yakuniga qiziqaman. Qani nima sababdan bu ayolni bu holatga kelib tushgan? Lekin nima sababdan bunday qarorlar o'z kuchida qolgan? Hattoki mana otaxon aytib o'tyaptiki, men Arnasoy tumanida 2 marotaba o'tdi deyapti. Men tushunmadim. Bu ayol Arnasoylikmi balkim, yo Jizzax shahrining o'zidanmi? Lekin menga Orziqulov degan ism sudyani ham aytib o'tyapti. Jizzax shahar sudya raisini deydimi, yo rais o'rinbosarimi? Lekin bu Orziqulov degan Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudining o'rinbosari edi bu. Xuddi shunday, hurmatli yurtdoshlar, meni ham boshimda bir vaqtlar xuddi shunday Jizzax viloyatida meni ham xuddi shunday mast holat qilib, Porish tuman sudi tomonidan meni ham mast holat qilib shu bosim qilib o'tkazgan holati bo'lgandi. Shundan keyin men Jizzax viloyati jinoiy sudiga kirib, apellyatsiya tartibida berganimdan keyin shu qilgan hammasi GAIlarning qilgan kamchiliklari ayon bo'lib,
Forish tuman tomonidan chiqarilgan sud qarori bekor qilingan. Lekin o'shanda ham Forish tumanida bo'lgan holatni Zafarobod tuman sudi ko'rib, meni o'sha vaqtda 1 yil 6 oyga mahrum qilib 5.625.000 so'm jarima qo'llab, mana shu Zafarobod tuman sudi sobiq Nizomov Sardor menga shu ajrimni chiqargan edi. Shundan so'ng menga nimaga bundaqa qarorlar noqonuniy chiqarildi deb keyin sudga nisbatan ariza keltirganimdan so'ng bu Nizomov Sardor sudyani o'z vazifasiga noloyiqligi uchun xizmat tekshiruvi tashlab, unga nisbatan o'z vazifasidan ozod etilgandi. Qani, men hurmatli yurtdoshlar, bu efirimni sizlar e'tiborga olib turinglar. Qani, bu Jizzax viloyatlik qiz bu nima yakun bilan tugaganini men sizlarga tushuntirib boraman. Qani, buni qay tarzda GAI xodimlari buni mast holatda o'tkazgan, qolaversa 5 kun jarima maydonida turdi deyapti. Qani, uning avtomashinasi 5 kun ichida sud jarayonidan keyin jarima maydonidan chiqarib yuborilganmi yo sud jarayonidan oldinmi? Yana o'sha hududni yo'l harakat xavfsizlik xizmati bosh inspektori qo'l telefonimga qilmabsiz deyapti. Bular qo'l telefonni bergandan keyin qo'l telefonni ishlatadimi degan savollar bor. Qani, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yakunini kutib qolamiz. Men davomini kechqurun yana sizlarga Jizzax viloyatining shu Do'stlik tumanidan o'sha ayolning oldiga borib sizlarga bo'lib turgan murojaatlarni aytib yetkazib boraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qaranglar yurtdoshlar, hamma yoq oppoq, chiroyli, ko'rkam, xuddi oppoq paxtani yoyib qo'yganga o'xshaydi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.